Biznesni rivojlantirish banki tadbirkorlar uchun 12 oygacha bepul xizmat taklif etadi. Bugun endi keyingi bosqichga o'tdik. Hozir Russo navbatdagi mentorimiz o'zlari tanlab olgan 4 ta tadbirkor ishtirokchimizni joylariga borib, ular bilan tanishdilar, ularni ko'rsatkichlarini, natijalarini o'rgandilar. Bu loyihalarga investitsiya qilish o'zi to'g'rimi, yo'qmiligini bugun baho beramiz. Russo, qalay bo'ldi? Yaxshimi? Hammani yoniga bordingizmi? Ko'rdingizmi? Ha, biz hamma bilan alohida ko'rishishga bordik. Men har bir biznesning ichki jarayonlarini ko'zdan kechirdim, ya'ni oshxonasini. Eng muhimi shu. Ha, chunki aynan o'sha oshxona ichida biz muammolarni, salohiyatni, kelajakni, nimalarni ustida ishlash kerakligini ko'ramiz. Endi ularga bergan topshirig'imga to'xtalsak. Ha, topshiriq berdingiz-a? Ha, hozir kim bajarib, kim bajarmaganini ko'ramiz. Xo'p, juda ajoyib. Xo'sh, birinchi ishtirokchidan boshlaymizmi? Boshladik. Eng hissiyotga boy va eng kichigimizdan boshlaymiz. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Salom. Marjona, Salom. qalaysiz? Yaxshimisiz? Ko'rinishingiz juda ajoyib. Katta rahmat. Bu yerda o'quv kurslarim o'tmoqda. Bu esa meni jamoam. Asosiy tikuvchim ham keladi. Marjona, demak, nima bo'ldi? Qanaqa bo'ldi? Russo bordilarmi? Nima tavsiyalar berdilar? Nima kamchiliklarni aytdilar? Nima vazifalar berdilar? Va siz tayyorlanib keldingizmi? Endi Russoga emas, endi menga himoya qilishingiz kerak shu loyihangiz. O'zi to'g'risini aytsam, shu brendimda как творческий более yurg'izgan edim, нежели чем biznes. Lekin ularni ko'zimni ochib, qanchalik shu уже bor joyimda qancha ko'proq pul topishim mumkin, qancha ko'proq ish qilishimni menga как бы qarashdilar. Matolarni, yazlamalarni ko'ryapman. Ha, juda chiroyli hammasi. Menga ma'qul keldi. Sizda pret-a-porte, ya'ni tayyor kiyimlar kolleksiyasi ham, masalan, ko'proq sotuvga mo'ljallangan yo'nalish ham borligini eshitdim. Ya'ni siz masalaga nafaqat kreativ tomondan, balki biznes nuqtai nazardan ham qarayapsiz. Chunki kreativlik, hobbi yaxshi narsa, lekin bu foyda keltirishi kerak. Foyda. Ha. Sizda shunday yondashuv borligidan xursandman. Sizda tannarx juda ham past, to'g'rimi? Ya'ni xarajat, katta xarajatingiz yo'q. Yo'q, katta xarajatim yo'q. Marja yuqori demoqchiman-da, fashion tkarkasi. Da, men marjani hisoblab chiqqanimda 70% chiqdi-da. Chunki men kiyimimga 3-4 barobar ko'proq qo'yaman-da. 70% emas, masalan, boy $200 zakatingizni. $200. Tan narxi necha pul? Mana birinchisi gazlamasi, 500 ming. 500 ming, $50 atrofida. Da. Plus ishchi haqicha, ularga. Ish haqi bilan. Birga 500 ming. Da. Bir kunini hisoblab chiqdim-da. Vobshe zo'r biznes ekan. 4x ekanda, 70% deb aytmang, to'g'ri ayting, 4x ekan. 4x, da. Masalan, dunyoda tayyor mahsulotlar uchun o'rtacha, sizda tayyor mahsulot emas, men o'zim ishlab chiqaruvchiman. Sizni tushunib turibman. Lekin tayyor mahsulotlarda foyda darajasi 300-400% bo'ladi. Ya'ni tannarxni 3-4 barobarga ko'paytirib sotishadi. Sizda qanday? Ochig'ini aytsam, Siz shunchaki mijozga qarab $500 qilamizmi, $600 qilamizmi deb $600 narx qo'yasiz. yo'q, unday emas. Shuni so'rayapman. Matoni hisoblab ko'raman, ishni murakkabligini va unga ketadigan vaqtni. Aytaylik $100 chiqdi. Tannarxi $100 chiqdi. Nech pul bo'ladi? Tannarxi $100 bo'lsa, Nech pulga sotamiz? $300. Demak, 3 ga ko'paytiramiz. Chunki men bunga ozmuncha mehnat qilaman. Men buni ko'p yoki kam deyotganim yo'q-ku. Ha, Bu tabiiy hol. shunchaki ko'pchilik buni tushunmaydi. Ko'rgazmalarda qatnashish ko'p pul talab qiladi. Undan tashqari rivojlanishimiz ham kerak. Sizga bir kichik sirni aytaman. Qanday? Dunyoda ko'plab olib sotarlar, aytaylik, qaysidir Italiya brendini sotib olishadi, o'z mamlakatlariga olib kelishganda esa o'rtacha markab, ya'ni siz tannarxni ko'paytiradigan raqam 3-3,5 yoki 4 barobarni tashkil qiladi. Ha, shunday. Va bu norma hisoblanadi. Siz esa ishlab chiqaruvchisiz, o'zingiz yaratyapsiz. Sizda bu ustama yanada ko'proq bo'lishi kerak. Ha, odamlarga o'sha 3 barobar ichida qanday xarajatlaringiz borligi haqida hisobot berib o'tirishingiz shart emas. Ishlab chiqaruvchida xarajat ko'proq bo'ladi. Bilasizmi nima uchun? Mana buni
ular bilishmaydi. Lekin siz investorning oldida aytishingiz kerak. Ba'zida mato sotib olamiz, lekin o'sha matoni qanchasi chiqindiga chiqib ketadi. Juda ham ko'p. Yaroqsiz mahsulotlar qancha chiqadi? Yoki shunday holatlar bo'ladiki, qaychi bilan bir marta noto'g'ri kesiladi-yu, tamom, chiqindiga chiqadi. To'g'rimi? Yana ham kam qo'ygansiz. Yoki tannarxingiz juda qimmatga tushyaptimi? Hozircha shunday. Gap bu yerda $10 yoki $1000 haqida ketmayapti. Gap foizlar nisbati haqida ketyapti. Tushunyapsizmi? O'zingiz ham qarayapman, odam shaxs sifatida ham san'at insonisiz. Va san'at insoni o'sha individualniy narsani juda qimmatga sotish kerak. Chunki kam odam oladi-da, siz mijozingiz ko'p emas. Lekin agar obyomga ishlayman desangiz ham, endi bar xalqga emas, shunda ham $200 tepa kiyim ola oladigan auditoriyani belgilab, yaxshi bir marketolog yollasangiz, u sizga mijoz portretingizni chiqarib beradi. Siz menga kengayishim kerak deyotganingiz, to'g'rimi? 500 million sizga nima uchun kerak? O'z hududimga ega bo'lish va jamoamni kengaytirish uchun. Ya'ni tushunishim bo'yicha hozir nimani tushunyapman bilasizmi? Agar sizga o'sha 500 millionni bersak, siz juda baxtli bo'lasiz. Sizda katta umid paydo bo'ladi. Biroq ularni qanday taqsimlashni eplay olmaysiz. Bu biznes. Bu bolaligidan shu ishga qiziqqan yosh qizaloqning hobbisi ustida qurilgan biznes hisoblanyapti. Ha, biznes esa o'z xarajatlarida, o'z minuslarida va nimanidir bilmaslik masalasida hech nimani kechirmaydi. Boshida men bunga shunchaki san'atdek qarardim. Mahsulotimni tannarxini noto'g'ri hisoblardim. Ba'zida o'zimni yonimdan xarajat qilardim. Chunki menga natija muhimroq edi. Xaridor kutganidan ham ortiqrog'ini berishga harakat qilardim. Biroq hozir unday emas. Bu qiz juda kreativ. U o'zi chizadi. Chiza oladigan insonlar haqiqiy ijodkor bo'ladi. U hali yosh. Yoshi nechida? 21 da. 21 yoshsiz. $70 ming, $80 ming o'sha оборотga chiqyapsiz. Вообще молодец. Potensiali var. Marjonaning o'rtacha aylanmasi qancha? Xo'sh, gapiringchi. Do'konimdagi aylanma hozircha mavsumga qaraydi. Kamida O'rtachasini aytingchi. o'rtacha 10-30 million. Demak, bu dollarda taxminan Ya'ni bu taxminan $900 dan $3000 gacha. oyigami? Ha, undan yana xarajatlarga ham ajratiladi. Matolarni hisobga olmaganda ishchilarga va ijaraga ham pul sarflaymiz. Ishchilaringiz nechta? Hozircha 7 ta. 7 ta ishchi. Ha, Kuniga 2 ta ko'ylak uchun. yo'q, unday emas. Menda hozir bitta tikuvchim bor. Qolganlar esa nima desam ekan? Ular meni shogirdlarim. O'quvchilar, Ha, shunday. amaliyotchilar. Ya'ni ular ham bu yerga vaqtlari bo'lganda kelishadi. Uni potensiali bor. U ajoyib narsalar yaratadi. Juda zo'r tikadi. Buni ustiga xayrli ishlar bilan shug'ullanadi. Yoshlarni o'z kasbiga o'rgatadi. Uni kichkinagina maktabi bor. Men u yerga borganimda juda ko'p yoshlarni uchratdim. O'zi yosh bo'la turib, yoshlarga murabbiylik qilish bu juda ham ajoyib. Здравствуйте. Здравствуйте. Ismingiz nima? Sitora. Sitora nima ish qiladi? Man assistentka yordamchi bo'lib ishlayman. Assistent sifatida aynan nima ish qilasiz? Hamma o'sha protsesslarda yordam beraman. Nimadir zadaniyalar bo'lsa, bozorga chiqib kelishi mumkin, lekallar yasashi mumkin. Undan tashqari hozir maktabimizda dars ham beraman. Mijozlar eng ko'p nimadan norozi bo'lishyapti? Hali bo'lmagan minuslar. Mato pand bergan paytlar bo'lganmi? Masalan, sotib oldingiz, tikdingiz, hammasi yaxshi, lekin mijoz olib borib yurgandan keyin hammasi rasvo bo'lgan. Siz mato ishlab chiqarmaysiz-ku. Sizga matoni yetkazib berishadi-ku, to'g'rimi? Sizda muammo bo'lmaydi. Shunaqa muammolar bo'lganmi? Agar bizda shunaqa holatlar bo'lsa, biz uni olib boshqatdan boshqa matoda tikib beramiz. Ha,
Bu to'g'ri. Hozirda menda faqat bitta tikuvchim bor va 7 ta shogirdlarim bor. Hozirda esa men также liniya pretoparta chiqaryapman. No, u liniyada sredniy chek $200, 150-200 dollarlik kiyimlar. Ular yaxshi sotilyapti hozir menda. Hozir menga zo'r ideya berdilar. Hozir yana bitta tikuvchi o'zimga olsam, birgalikda zakroyshik qilib qizlar bilan tikuvchilarim faqat tikadigan bo'lsa, 10-15 ta kiyim tikib, shu o'zim parallelni yurg'izib, o'sha kiyimlarni sotsam, bir oyda shu 390 почти 400 ta kiyim chiqar ekanda. Undan ko'proq даже, chunki menda помимо этого individualniy zakazlar ko'proq keladi-da yana. Kuniga nechta ko'ylak tika olasiz? Kuniga 2,5 soatlab vaqt. Faqat tikish bilan shug'ullansangiz, nechta tika olasiz? Bizda ham anaqada 5 штук уже готовые. Marjonani bir oydan keyingi, bir yildan keyingi maqsadi nima? Rostini aytsam, bir yildan keyin o'z sexim, showroomim va shaxsiy do'konim bo'lishini tasavvur qilaman. Do'konimda 2 xil yo'nalishdagi qimmat va o'rta segmentga mo'ljallangan mahsulotlarim bo'ladi. Va albatta, o'rta segmentdagi mahsulotlarimning sifatlari yomonlashishiga yo'l qo'ymayman. Shu bilan birga har mavsumda cheklangan miqdordagi yangi kolleksiyalarimni taqdim etib boraman. Sizga o'xshagan tikuvchilar o'tirib ishlashi uchun nechta mashina qo'yish mumkin? Ha, 4 ta mashina hozir. Hozir shu yerda nechta ko'ylak tika olamiz? 3 ta ishchi o'tirib ishlashi mumkin. Har bir ishchi kuniga tinmay tiksa nechta tika oladi? 5 ta. 5 ta, demak 15 ta tiksak bo'ladi hozirgi paytda. Va parallel ravishda bichish. Bunisi alohida mavzu, alohida masala. Men mashinalar haqida so'rayapman. Demak, biz bir oyda kuniga 15 tadan 26 kunni hisoblasak, to'g'rimi? Ha, 26 kun ish kuni. 26 ni 15 ga ko'paytirsak, o'rtacha 400 ta ko'ylak tikishimiz mumkin ekan. 400 ta, to'g'rimi? Shunday. Hozir stabilniy заработокni shunchalik pul ko'proq topishimni bilib, уже tikuvchi ham topildi. Честно говоря, я еще нашла одну швею, и вот она уже сегодня приступила к работе. Biz уже bugunning ichida вот ertalablik kalala berib, biz уже protsess идет. Ha, boshladik. Men Marjonaga qarab, ro'paramda o'tirgan kichkinagina qizcha qanday qilib biznes womanga aylanayotganini ko'rib, juda xursandman. Bu bizning mini seximiz. To'g'ri, unchalik katta emas, lekin shinam. Bu yerda 2 ta tikuv mashinasi va bitta overlock bor. O'quvchilarim kelganda, amaliyot vaqtida 6 nafar o'quvchi bemalol uskunalarda ishlashlari mumkin. Ha, joydan unumli foydalanish bu yaxshi. Rahmat. Ha. Ilgari mashinalarimiz bu xonada joylashgandi. Keyin esa kiyim ilgichlar sotib olganimizdan so'ng ularni bu yerga olib kirdik. Ha. Shu sababdan o'yladimki, agarda boshqa joyga ko'chsak, mashinalarni bitta xonaga joylashtirardim. Siz menga bergan maslahatingiz bo'yicha 3 ta tikuvchini yo'llasam. Hatto 3 ta ham emas, yana bitta tikuvchi. Ha, bitta tikuvchi olsangiz yetarli. Ha. Siz meni ilhomlantirdingiz. Agar siz yana ozgina mayli ishlab chiqarishni yo'lga qo'yibmiz, bichish stoldan tashqari, uni atrofidagi hamma narsa joyida. Bu yerda masalan 2 ta 3 ta tikuvchi ishlayapti, bu ham yaxshi. Endi sotuv zonasi. Qayerda sotiladi, qayerda kiyib ko'riladi. Mana shu zonalarni ham samaraliroq qilib ishlab chiqish kerak. Bo'ldi, kuniga u yerda taxminan 5-10 ta mahsulot tayyor bo'ladi. Agar kuniga 5 tadan bo'lsa ham 10 kunda 50 ta, 20 kunda 100 ta mahsulot degani. O'rtacha narxi $200 dan bo'lsa, 100 ta mahsulot qancha bo'ladi? Xo'sh, $20,000 bo'ladi. U do'konini, showroomini kengaytirish haqida o'ylayapti. Lekin men unga buni hojati yo'qligini tushuntirdim. Avval bor imkoniyatlardan foydalanish kerak. Sen hali imkoniyatlardan to'liq foydalana olmading. Imkoniyatlaringdan to'liq foydalandingmi? Yo'q. To'liq foydalangandan keyin kengaytirish haqida o'ylash kerak. Avval ichkarisini to'ldirish kerak, rivojlantirish kerak. Lekin hali senda rivojlanadigan joylar bor. Ya'ni xarajatlarni hozir kengaytirishga emas, siz ishlab chiqarish quvvatingizni oshirishingiz kerak. O'zi bor imkoniyatingizni maksimum foydalaning deb aytibdilar. To'ppa-to'g'ri. Xo'sh, ana endi Marjona 500 million olsa, hozir menga u javob beradi. Qanday sarflaydi uni? Birinchi o'rinda yaxshi SMMga, shu bilan birga xodimlarga, ularni oylik maoshiga,
va sotuv strategiyasini ishlab chiqishga sarflayman. Menga SMM jamoasi kerak, chunki bu ishlarni Instagram orqali o'zim qilyapman. Shu orqali mijozlarni jalb qilyapman. Shuning uchun bu jihatga e'tibor qaratyapman. Keling bunday qilamiz. Siz aytgan gaplarning hammasi to'g'ri. Ya'ni marketing dedingiz, ijtimoiy tarmoqlar dedingiz, ish unumdorligini oshirish, ishchilarni jalb qilish dedingiz. Hammasini to'g'ri aytdingiz. Lekin sizga topshiriq. Keling, hammamiz birga ko'rishganimizda, men tanlov qilayotgan paytimda siz go'yoki to'g'ri yo'nalishda fikrlayapsiz, lekin aynan nima qilishni bilmaysiz. Siz o'sha 500 millionni ish unumdorligi, ishchilar, tovar, buni qaysidir ma'noda brending deb aytaylik, buning uchun qanday ishlatishingizni va buni qanday marketing qilishimizni, qanday PR qilishimizni, qanday qilib sun'iy trafikni jalb qilishimizni ko'rsatib berasiz. Agar buni menga sota olsangiz, ishontira olsangiz, u holda balki biz buni investorlarga birgalikda sotarmiz. Men o'zim ham shaxsan perspektiva ko'ryapman sohangizda. To'g'ri, bu unaqa filialni ochib tashlaydigan, butun dunyoda qilib tashlaydigan ish emas-ku, lekin siz dunyoga mashhur o'zbek fashion brendiga asos sola olasiz va butun dunyodagi eng boy millioner insonlarga siz kiyimlaringizni sotish kerak. Qimmat mahsulot eksport qiladigan zo'r fashion brend egasi bo'lib qolasiz deb o'ylayman. Rahmat. Bu yana bir biznes, yana bir ishtirokchi edi. Ha, bu foydasi yuqori biznes. Yaxshi, bu qiziqarli va qiziq yo'nalish, ammo afsuski juda xom. Orzu bor, umid bor, lekin hech qanday tizim yo'q. Hech qanday tayinli raqamlar yo'q. Agar u men bergan topshiriqlarni bajarsa, men unga ishonaman. Aynan uni o'sha 500 millionni ishlatib topish uchun tanlayman. Oy, Shahnoza, bugun chiroyli ko'rinyapsiz. Tashakkur. Salom, assalomu alaykum. O'xshash ranglarda kiyinib kelibmiz. Ha. Biz tayyorlanmagandik, umuman tayyorlanmagandik, lekin qarang, bir xil kiyinib olibmiz. Shunday. Demak, energetika borasida yaxshi boshlabmiz. Davomini nima bo'larkin ko'ramiz. Yaqinda mentor ustozim mehmon bo'ldilar. Siz aytganingizdek, biz ko'pincha imkoniyatlarimizni ko'ra olmaymiz. Shuning uchun ham endi nima qilish kerakligini bilmay qolamiz. Yaxshiyamki, meni to'g'ri yo'lga yo'naltirib, nimadan boshlashim kerakligini o'rgatadigan mentor paydo bo'ldi. Bu ko'rib turganingizdek, bizni reklama bannerlarimiz. Ularni turli do'konlarga ilib qo'yishlari uchun tarqatib chiqamiz. Bu esa ommalashtirayotgan tushimiz. Yaxshi, nima bu? Bu termatush. Oson yuviladi. To'kilmaydi. Qizlarga bu muammo juda ham yaxshi tanish. Ayniqsa kun mobaynida tush kiprikda yaxshi turishi kerak. Ko'z atrofida bo'yalib ketmasligi kerak. Bu ortiqcha noqulaylik olib keladi. Tush kun mobaynida endi surilganday bo'lib turishi kerak. Biz shu muammoni hal qildik. Demak, bu qaysi segmentga tegishli? O'rta. Menimcha O'rta. Ha, chunki bu vegan tushi. Bu tush oddiy emas. Narx segmenti, ha? O'rta segment. Narxi o'rta segment. Sifati-chi? Sifati juda ham yaxshi. Sifati bo'yicha eng yuqori brendlar bilan tenglasha olasiz-ku? Albatta, bunga ishonchim komil. Bular nima, Shahnoza? Bu bo'lajak brendimizni tahlili. Yo'q, Shahnoza. Bular nima? Eng asosiysi vahima qilmay, qo'yilgan maqsad sari borish kerak. Hech nimaga qaramay, maqsadga intilish. Bu eng asosiysi. Bu bilan shug'ullanishni qachon boshlading? 1 yil. Lekin anchadan beri shug'ullanaman. Men uni sifatini o'rganish uchun tajriba qilib ko'rganman va hattoki Xitoyga ham borganman. O'z brendingni boshlash uchun Ha. Xitoyga bordingmi? Ha,
Shu bitta maqsad uchun. Ha, chunki men uchun sifat bu birinchi o'rinda. Axir brendim bu meni yuzim. Uzr so'rayman, bilasanmi nima uchun bu nuqta men uchun juda muhim? Chunki brendingni yaratayotganingda uni nomli brendga aylantirish eng qiyin bosqichlardan biri hisoblanadi. Buning uchun yo hissiyotlarni yuqori darajaga ko'tarish kerak, yoki brend aynan sen uchun mahsulot ishlab chiqarib berish uchun katta mablag' tikish kerak, yoki sen osonroq yo'ldan ketdingmi? Tayyor sifatli mahsulot topib, shunchaki unga o'z brendingni nomini yopishtirdingmi? Yo'q, unday emas. Men Xitoydagi turli zavodlarga borib, turli tushlarni sinovdan o'tkazdim va tush uchun asos tanladim. Lekin u ham meni qoniqtirmadi va biz uni tarkibini o'zgartira boshladik. Buni ustida ancha vaqt ishladik. Tanlaganimdan so'ng esa men uni 1 yil o'zimda sinaganman. Rostini ayt. Tush ishlab chiqarish uchun yo katta budjetga ega bo'lish kerak, yoki ishlab chiqaruvchini shunday hissiyotga solish kerakki, u mahsulotni tayyorlab berishga va tarkibni o'zgartirishga rozi bo'lsin. Birinchi partiya uchun qancha pul to'lading? Qancha miqdorda sotib olding? Yoki ularni bunga ko'ndirish uchun qanday hissiyotlarni ishga solding? Yo'q, ularni o'zlari menga chiqishdi. Hamkorlik qilishni ularni o'zlari istashdi. Qanaqasiga sen taniqli emassan-ku. Ha, shunday. Umuman taniqli bo'lmagan yolg'iz qiz uchib borib, aqlim hayron. Buni qanday qilding? Chunki bu borada tajribam bor. Bundan tashqari boshqa bizneslarim ham bor. Qanaqa biznes Shahnoza? Meni Nimanidir bilmayman. poyabzal do'konim bor. U anchadan beri faoliyat olib boryapti. Ayollar oyoq kiyimimi? Yo'q, ayollar va erkaklar oyoq kiyimi. Men bu biznes bilan 10 yildan beri shug'ullanaman. 10 yildan beri shug'ullanasiz? Ha. Meni brendimdan ozgina kichkina ekan. Va men o'z brendimni kengaytirishga yordam beradigan 4 ta yo'nalishni belgilab oldim. Birinchi, eng asosiysi bu tovarlar turini ko'paytirish. Men faqatgina tush bilan savdo qilardim. Shuni mukammallashtirsam, o'zi yetarli bo'ladi deb o'ylagandim. Aslida unday emas ekan. Men LTV ni ko'paytirishim kerak. Ya'ni har bir xaridorni o'rtacha chekini oshirishim kerak. Agar men faqat bitta tushni cheksiz miqdorda ishlab chiqaradigan bo'lsam, xaridor bittasini sotib oladi xolos. Xaridor kelganda bir nechta narsani sotib olishiga sharoit qilish kerak. Shunda ularni o'rtacha xarid narxi oshadi. U gapni darrov men bergan topshiriqdan boshladi. Barakalla, barakalla. Bu qancha turadi? 200 ming atrofida. Qayerda sotilishiga qarab. Masalan, AQShda qimmatroq. AQShda qanday sotasan? Marketplace'lar orqalimi? Ha, marketplace'lar orqali. Buni omborlarga joylaysanmi? Qanday miqdorda? Hammasi onlayn. O'zbekistonda tovarlaringni qoldig'i qancha? Marketplace'lardachi? Xo'sh, men 10 ming dona buyurtma qilgandim. Agar adashmasam, AQShda taxminan 4 mingta qolgan. Xo'sh, O'zbekistonga ham keltirganmiz 6 mingta. Shahnoza o'zini 1 yildan keyin qanday ko'radi? Mahsulotim xalqaro darajaga chiqib, har bir qizni qo'liga yetib borishni istayman. Noto'g'ri javob. Men Shahnoza nimani xohlaydi demadim. Shahnoza o'zini qanday ko'radi dedim. Men o'zimga bundan ko'prog'ini uddalay olishimni isbotlamoqchiman. Har bir insonni yashirin imkoniyatlari borligiga ishonaman. Shuning uchun bundan ham yaxshiroq ekanligimni isbotlamoqchiman. Avvalo o'zim uchun. Ikkinchisi bu B2B. Ya'ni mahsulotimni taqdim qiluvchi odamlarni topishim kerak. Ularni o'qitaman. Keyin ular meni mahsulotlarimni turli savdo shoxobchalariga taklif qiladilar. Bu ikkinchi asosiy yo'nalish. Uchinchi, juda ham muhim yo'nalishlardan biri bu distributsiya. Men bitta savdo tarmog'i bilan kelishdim. Ular meni mahsulotimni qabul qilishga tayyor. Ularni 200 ga yaqin savdo do'konlari bor. Katta miqdorda mahsulot yetkazib berishimni kutishyapti. Muhim narsalardan yana biri influenserlar va marketing. Brendni taniqlilik darajasini oshirish. Здесь вопрос Shahnoza. Va endi savol. Shahnoza, agar siz 500 million yutib olsangiz, ularni nimaga sarflaysiz? Marketingni mustahkamlash, brendimni tanitish va jahon bozoriga chiqishni niyat qilyapman. Mahsulotlarim Shahnoza, labbay. savolni yana qaytaraman. Ana u yerda gapiradigan Shahnozani ko'rmoqchiman. Shahnoza, 500 millionni yutib olsangiz, nima qilasiz? Savdoni ko'paytiraman, mahsulotimni ommalashtiraman va hammadan zo'r bo'laman.
Yutuqni qo'lga kiritsam, shularni amalga oshirishga tayyorman. Olganimdan keyin deyapti. Mabodo olsam emas. Men fikrlar ro'yobga chiqishiga ishonaman va rejalarimni amalga oshira olishimga ko'zim yetadi. Yana bir bor salom. Salom. Ismingiz nima? Mening ismim Madina. Men fotograf va videografman. Shahnozaga kontentini yaratishda yordam beraman. Menda siz uchun iltimos va topshiriq bor. Shunday jihatlar borki, lyuks va premium darajadagi holatlarda mahsulotni chiroyli ko'rsatish kerak bo'ladi. Biroq bu sahifa estetikasini saqlash uchun ozgina bo'lishi lozim. Umuman olganda, kontentning 90%ni tashkil qilmasligi kerak. Siz hozirgi bosqichda tajriba o'tkazishingiz kerak. Bir nechta g'oyalarni ko'rib chiqishingiz, sinab ko'rishingiz kerak. Taxminan qisqa vaqt ichida bor kuchingizni ishga solib, bir oy davomida 30-40 ta reels yuklashingiz kerak bo'ladi. Keyin esa qaysi biri ommalashayotganini, qaysi birida qamrovlar yuqori ekanini kuzatish lozim. Lekin albatta bunda brendni arzonlashtirib yubormaslik kerak. Mana birinchi topshiriq. O'sha virusli reelslarni o'ylab topish va sahifani umumiy ko'rinishi buzilmasligi uchun ular uchun muqova tayyorlash shart. Ya'ni odamlar virusli rolikni ko'rib sahifaga kirishsin va u yerdagi lyuks muhitni ko'rib qolib ketishsin. Siz bajarishingiz kerak bo'lgan birinchi topshiriq mana shu bo'ladi. U ishlab chiqarayotgan kosmetika haqiqatda juda yaxshi ekan. Men onam va rafiqamga 2 ta oldim. Chunki u yerda buni mijozlari bor edi. Shunaqangi maqtashdi. Shuning uchun shunaqangi mahsulotni o'z yaqinlarimga ulashgim keldi. Ularni hayratlantirish oson emas. Ha. Hatto bizlarni tasvirga olayotganlar ham o'z ayollarini tug'ilgan kunlariga sotib olishdi. Ha, ular sotib olishdi. Men mahsulotni tekshirishga olib maqtab qo'ydim. Ularga yoqdi. Bu sizning mahsulotingiz. Aynan shu yerdan marketplace'larga boradigan mahsulotingiz, O'zbekistonda mavjud bo'lgan va sotilayotgan mahsulotingiz. Borimiz shu, a? Ha, shunday. Shahnoza, endi topshiriq siz uchun. Birinchidan, brending qilish kerak. Ya'ni, kamida sizda ranglar bor, sizda brandbook bormi? Ha, bor. Brandbook bor. Ushbu brandbookdan kelib chiqib, men paketlarning dizaynini ko'rishni istayman. Ya'ni mahsulotni mijozga qanday qadoqda sotishimizni va mijoz uni nafaqat o'zi uchun sotib olishini, balki kimgadir sovg'a qilishini ham xohlashini ko'rmoqchiman. Brending mana shunday bo'ladi. Shundan kelib chiqib, brending doirasida ijtimoiy tarmoqlar uchun oladigan videolaringiz g'oyasini ham ko'rmoqchiman. Menga g'oyalarni ko'rsatasiz, o'ylab topasiz, yozib kelasiz. Chunki kontent siz uchun juda muhim. Agar men sizni tanlasam, investorlar uchun ham muhim bo'ladi. Shuning uchun aynan shu marketing rejada 500 millionni qayerga sarflashingizni aniq ko'rsatib berishingiz kerak. Siz marketingga dedingiz, lekin umumiy qilib aytdingiz. Uni qanday qilib olg'a surmoqchisiz? Qancha miqdorda qo'shimcha xarid qilishimiz kerak? Ranglar turi va shunga o'xshash narsalarni ko'paytirish uchun alohida qancha summa ajratish lozim? Mana shu sizning topshirig'ingiz bo'ladi. Gaplarim tushunarli-a? Siz aytgandek, brendbook ustida ham ishladim. Chiroyli ko'rinish uchun zarur narsalarni tayyorlab qo'ydim. Sizga savol, oxirgi savolim, keyin Rusodan so'rayman. Necha pul o'zi sizga tiksa, qancha foyda oladi? Shularning bir taklifingiz tayyormi? Xullas, menga ajratiladigan pulni nimalarga sarflashimni jadval ko'rinishida yozib chiqdim. Masalan, pulni 30%ni marketingga, ya'ni blogerlar va influenserlar bilan ishlashga sarflayman. 40%ni sotish va distributsiyaga. Men nafaqat kichkina savdo do'konlari, balki katta tarmoqlar bilan ham hamkorlikni yo'lga qo'ymoqchiman. U yerga reklama bannerlarini o'rnatish uchun ham bizga mablag' kerak bo'ladi va hokazo. Uchinchisi, mahsulotni rivojlantirish. Men tovar SKUsi va sifatini oshirmoqchiman. Bunga 20%, qolgan 10% bu logistika va qadoqlash. Sizning fikrlaringiz qanaqa bu bo'yicha? Meni fikrim juda yaxshi. Uning imkoniyatlari va xohishi juda ham baland. Unda sota olish va biznesni shakllantira olish qobiliyati bor. Hozircha ikki ishtirokchidan ham deyarli 60-70% ga
eshitishni xohlaganlarimni eshitdim. Xo'p, ko'rsatuvimiz davom etadi. Endi 3-ishtirokchimizga so'z beramiz. Assalomu alaykum. Russo do'stimiz keldilar. Bizlar haqiqatan ko'cha savdosida hamma narsa tabiiy, hech qanaqa yolg'oni yo'q. Haqiqiy ahvolimizni ko'rdilar. Как вы? Ishlaringiz yaxshimi? O'zingiz yaxshimisiz? Zo'r, ajoyib. Mana oldingizga keldik. Bu juda savobli ish. Ish biznes uchun biroz murakkab. Shuning uchun biz oltin o'rtalikni topishimiz kerak bo'ladi. Ishonaman, biz buni uddalaymiz. Avval ham aytganman, dunyoni ikkita tuyg'u boshqaradi. Bu muhabbat va qo'rquv. Biz muhabbat tomonmiz. Bozorda donolik sotdilar, qaytimiga qaralik berdilar. Hech kim qaramadi, hatto o'tib ketdilar. Bozorda ahmoqlik sotdilar, qaytimiga yoshlik berdilar. Insonlar navbat turib oldilar, qaytimni unutdilar. Maşallah, maşallah. Russo ko'p narsani ko'rdi. Russo bu yerda hali birinchi uchrashuvdanoq o'sha yondashuvni, o'sha falsafani va o'sha muhabbatni ko'rgan edi. Rahmat, haqiqiy hayotda. Ha. Rahmat. Salomat bo'ling aka. Kelib turing. Shu birinchi chiqqan mashhur bo'lganimiz shu Erkin bozori orqali juda minnatdorman, shu inson meni jarimalarimni ham to'lab borganlar. Umid Muhammedovda chiqqan videoyim juda ko'p prosmotr bo'lgan bu. Eng ko'p tanilishimga sababchi bo'lgan videomiz. Kitoblarimiz mana har xil mana ingliz tili uchebniklar. Ular asosan narxi shu 10 ming, 15 ming, hatto 5 mingga ham sotishimiz mumkin. Mana ko'proq Dostoyevskiyni olishadi. O'zbek adabiyotlaridan. Keyin mana matematika, fizika, aniq fanlarni ko'proq olishadi. Leonardo da Vinci aytganda, matematikaga aloqasi bo'lmagan fanlar bu noaniq fanlardir. Talab ko'proq shu asosan. Va Russo boshida ishning biznes tomoni borligini tushuntirib bera olmadi. Bu muhabbat va hissiyotlardan tashqari biz olg'a surishimiz kerak bo'lgan biznes taraf ham bor. Biz buni monetizatsiya qilishimiz va kengaytirishimiz shart. O'yladimki, nimadir qilish kerak. Xuddi o'sha ruchka sotish kabi, Belfort uslubida nimadir qilish kerak. Men mushukni qo'limga olib, uni oldiga bordim va so'radim, "Mushukmi?" U aytdi, "Ha, eng noyob mushuk." Men so'radim, "Boqish kerakmi?" U aytdi, "Ha, boqish kerak." Sotuv bo'lmasa boqa olmaymiz dedim. Ha, savdo bo'lmasa boqa olmaymiz dedim. Lekin agar savdo bo'lsa, boshqalarni ham boqamiz dedim. Qarasam, ta'sir qilyapti. Ularga biznes kerakligini tushuntirish uchun yana qancha usullarni qo'llashni bilmay qolgan edim. Oxiri uni biznes qilish kerak degan gapni aytishga majbur qildim. Ha, biznes qilish kerak. Shundan so'ng aynan o'sha kuni uning ochilish marosimi bor edi va u o'zining yangi filialiga mutlaqo boshqacha motivatsiya, boshqacha hissiyotlar bilan yo'l oldi. Ha, o'sha kuni buni uddaladim deb umid qilaman. Istaysizmi yo'qmi, rivojlanish kerak. Kengayishni xohlaysiz, joylar ochgingiz keladi, shunday qilgingiz keladi, to'g'rimi? Faqat ilm, nazariya va taniqlilik bilan buni qilib bo'lmaydi. Bilasizmi nimaga? Chunki masalan, mana bu odam ijodkor odam, ha? Muhabbati, g'oyasi uchun kurashadi. Jamoada mana shunaqa biznes sferasida, o'zi umuman ko'plab biznes sferasida bunga sherik kerak bo'ladi. Bu yerda jamoa kerak bo'ladi. Bitta bo'lsa ham yordamchi kerak. U bo'lsa, bu yerdagi kamchiliklarni to'ldirib turadi. Balki men nohaqdirman. Har kimni o'z yo'li bor. Sizni o'z missiyangiz, o'z ishingiz, qo'lingizdan keladigan o'zga xos qobiliyatingiz bor. Uni ham o'z kuchli tomonlari bor va u boshqa birov bo'la olmaydi. Shuning uchun hozirgi vaqtdagi fikrimcha bizga bu ishlarni amalga oshirishda yana bir kishini yordami kerak. Biz mashhur bo'lgan paytimizda, когда я тренд попал, mashhur bo'lgan paytimizda слишком много людей появились. Birinchi marta meni hayotimda pul paydo bo'ldi. Insonlar ko'p kelishni boshlashdi, juda ko'p kelishni boshlashdi. Insonlar to'g'risini aytsa, bizdan kitobni asosan suhbatlarimiz uchun, hurmat qilganlar uchun berib, qo'limizga pullar tushdi. Yaxshi pullar tushdi. Takliflar bo'ldi ko'p joylardan. Lekin men bu joyimni juda yaxshi ko'rganim uchun ko'p joylarga bordik. Tadbirlarga bordik. To'g'risini aytsa, bir xil joylarda hatto yo'l kiramizga ham pul berishmadi. Ko'p joylarda. Keyin bizni ustimizdan har xil gaplar, so'zlar ham aylandi. Bu bizga e'tibor bermaymiz. Lekin ko'p joylarda juda pul kam bo'ldi, berilmadi. Keyin mashhurligimiz orqaga qaytdi. Yana 7 oy yana eski ahvoldamiz. Men 50 ming so'mlik kitob sotdim. Bir kun o'tirib, kun bo'yi
Mana shuncha kitobdan. Qarang, men sportga oid bir muammoni angladim. Siz sport bilan professional shug'ullanmasligingiz, shunchaki kardio mashqlar yoki sportning yengil turlari bilan cheklanishingiz mumkin, lekin sportni targ'ib qilish va rivojlantirish shart. To'g'rimi? O'zbekiston va Ozarbayjonda ma'lum bir darajaga yetgan yoki undan ham yuqoriroq cho'qqilarni zabt eta oladigan yuzlab, minglab iqtidorli sportchilar bor. Biroq ular buni uddalay olishmayapti. Nega? Muammo o'sha. Nom qozonib, qayerdadir g'alaba qozonsangiz, hamma kelib siz bilan rasmga tushishni va mashhurlik, hype ortidan o'zini reklama qilishni xohlaydi. Lekin sportchilarda ham, sizda ham men aynan bir xil muammoni ko'ryapman. Ko'pchilik o'zini olg'a boshlaydigan tayinli menejer topa olmaydi. Sportchi menejer bo'la olmaydi. U sport bilan shug'ullanishi va o'z missiyasiga e'tibor qaratishi kerak. Hozir esa 99% hammasini o'zi qiladi. Shartnomalar va promouterlar bilan o'zi shug'ullanishni boshlaydi. Bilasizmi? Sizda ham xuddi shunday holat. Siz buni uddalay olmaysiz va bu bilan shug'ullanmasligingiz ham kerak. Tushunyapsizmi? Sizga tajribali, barcha uchrashuvlarni saralab, filtrlab beradigan odam kerak. Men minglab uchrashuvlar o'tkazganman va ularning 990 tasi hech qanday natijasiz bo'lgan. Men aynan o'sha muammoni ko'ryapman. Va bunday mutaxassisni paydo bo'lishida biznesni kengaytirish yechimini ko'ryapman. Biz yana bir odam olishimiz kerak. U bizning ishlarimizni masshtablab berish kerak. Tushunyapsizmi? Men yechimni faqat shunda ko'ryapman. Siz usluga, ya'ni xizmat soting. Prosta men shunaqa narsa yo'lga qo'ydim deb, shuni ijtimoiy tarmoqlaringiz ham bor-ku, chiqarib mana kitob taxlab beryapman. Kitob qo'yib beryapman. Masalan, mana shu bitta xonangni, bitta shkaf taxlab berish 5 million bo'lsa, men senga 4 millionga taxlab beraman deb, любой odam sizga anu eshigingiz tagida o'chirib turib, oldindan pul to'lab o'tiradi. Mana zo'r biznes. Sizga bunda qobiliyati bor, siz talantingiz bor, bilasiz ham kim nima o'qiyapti, nima o'qimaydi, yoshini aytdingiz. Kitob o'quvchilaringiz shunday yoshini aytadi, kafega keladigan odamlar taxlab berasiz. Masalan, boy butiklar ertaga mana Marjonaga точно kerak bo'ladi. Ertaga millioner odamlar, boy ayollar, shu erkaklar kelsa, ular kutadi baribir. Merka qiladi, tekshiradi, to'g'rimi? O'lchiydi, choy-poy beradi. Shunda faqat jurnallar o'sha jurnallar modadan chiqib ketdi-da. Kitob o'qiydi. Mana men bor sartaroshlarga mana keyin bersangiz bo'ladi. Hamma qimmat sartaroshlar baribir shoplar kitob qilishyapti. Men o'zim borsam 5-10 minut kutsam, ili masalan orada kuttiradi, baribir любой случай kuttasi chochingiz bo'lib. Zerikganda masalan orib baribir o'qiysiz, qiziq. Shuning uchun mana sartaroshda siz auditoriyangiz, Mamlakat butiklar siz auditoriyangiz, kosmetologlar siz auditoriyangiz, kafelar mana mashina auditoriyangizni aniqlab olib, shularga usluga qiling, zo'r biznes. Mana biznesingizni kengaytirishni men shunaqa ko'zim bilan ko'ryapman. Yana bu meni ojizona fikrim, subyektiv fikrim. Men xayrli bo'lib qolsam hozir nima qilardim deb o'ylayapman-da. Yaqinda bitta bola keldi, juda ta'sirli gap gapirdi-da. Ketayotgandim, shartta ushlab oldi-da, "Okajon, assalomu alaykum" dedi. "Ha, desam, rahmat sizga" dedi. Nima aytsam, "Siz menga haqiqiy kitobli hayot qanaqaligini ko'rsatib qo'ydingiz" dedi. Juda menga bu ta'sir qildi. Ko'rsatuvga kelganingizda men ko'rgan muhabbatni o'zi yetarli emas. Keling, undan ko'plab insonlarni ruhlantiradigan biznes model yarataylik. Biz rozimiz. Balki sizni asl missiyangiz aynan shundadir. Va ishga hatto o'sha odamni olsangiz ham, unda men sizda ko'rgan, siz esa menda ko'rgan narsani ko'rishga harakat qiling. U bu narsani yaxshi ko'radimi yoki yo'qmi? Tushunyapsizmi? Russo, nima deysiz bo'lmasam? Investitsiya kiritsak, biznesini qanday qilib kengaytirishimiz mumkin? Men buni shunday tasavvur qilaman. Mana u filial ochdi, bu juda yaxshi, talab ham, reklama ham juda yaxshi bo'ldi. Lekin kitobdan tashqari men uni yonida yoki u bilan birga yoxud yangi bir joyda kafeteriya ochishni taklif qilaman. U yerda yosh va go'zal biznes xonimlar kelib, kitoblaringiz bilan tanishishadi, qahva ichib mutolaa qilishadi va vaqt o'tkazishadi. Ya'ni men bu yerda aynan brendingni ko'ryapman. Men barcha 4 ta ishtirokchida bitta eng katta muammoga duch keldim. Bu brending va biznesni kengaytirish masalasi. Balki shuning
Shuning uchun ham biz kerakdirmiz ularga. Balki biz ularga nafaqat 500 million ishlab topishga yordam berish, balki o'sha pullardan to'g'ri sarflashni o'rgatish uchun ham kerakdirmiz. O'ylaymanki, bizning missiyamizdagi eng asosiy nuqta aynan shu. Sizda allaqachon nimadir bor. Keling, ana shu narsani rivojlantiramiz. Busiz bo'lmaydi. Uni xuddi shu kitoblarga bo'lgan muhabbatingizdek mehr va hissiyot bilan amalga oshiramiz. Men o'sha filialda ish boshlashingizni va sizga yordam beradigan biror xodimni ishga olishingizni xohlayman. Theodor Dreiser finansist. Shu moliyachi o'zbek tiliga ham tarjima qilindi. Finansist. Ha, shu kitob tarjima qilindi. Shu inson bir inson o'qigan ekanda shu kitobni. Haqiqatdan millioner bo'lib ketgan ekan, shundan keyin aytgan ekan otasiga. Ota, shu kitobni menga voqliroq bermasmidingiz? Bu ishlatuvimda kitob, bu shu do'stimizga sovg'a. Faqat sal eskiroq. O'zingiz sezganingizdek, ularni biznesni kengaytirish va rivojlantirish bosqichlariga yetaklash biroz qiyin kechyapti. Chunki biz qandaydir xayriya jamg'armasi emasmiz. Ularni qo'llab-quvvatlashayotgandan juda xursandman. Biroq bizning missiyamiz ularga o'sishda yordam berish, buni biznesga aylantirishga ko'maklashish, o'sha 500 millionni ishlab topish va ularni o'zi aytgan maqsadlar yo'lida sarflashiga sharoit yaratishdir. Umid qilamanki, buni uddalaymiz. Men bu mavzularga shunchalik urg'u berishga harakat qildimki, hattoki mushukni ham qo'limga olib, mushuklarni boqish kerakmi? Kerak. Demak, pul topish kerak dedim. Shunday ekan, keling, shu pullarni ishlab topaylik va bu muhabbatdan, qiziqishdan haqiqiy biznes yarataylik dedim. 4-ishtirokchimizga kelamiz. Uyingizni tanishtirasiz? Ismim Bobur, 25 yoshdaman. Hozirgi kunda kichik bir ishlab chiqarish qilamiz, ya'ni tikuv sexi. Assalomu alaykum. Ha, juda qiziq ekan-ku, ha? Bu tayyor mahsulotmi? Ha, tayyor. Shu bozorlarga, ichki bozorlarga hozir tayyorlab qo'yganmiz, do'konlarga tarqatamiz bu mahsulotimizni o'zimiz. Matoni mahalliy bozordan olasizlarmi? Xitoydan kelgan materiallarni olamiz, ya'ni bu optim olib keluvchilardan xarid qilib ishlab chiqaramiz. Meni kostyum ishlab chiqaradigan katta fabrikam borligini bilasizmi? B2B va B2C bo'yicha xaridorlaring foiz ko'rinishida qancha? Hozirgi kunda 50% B2B bilan, ya'ni optimcha do'konlarim bilan, taxminan 30% B2C o'zim chiqaraman, ya'ni Instagram orqali savdo ham qilib turaman. 20% marketplace. Endi buni yana marketplace foizini oshirmoqchiman, chunki Rossiyada talab kuchli bizning mahsulotga. Endi boshladik. Valbersda talab O'zbekiston mahsulotlariga, tekstillari kuchli bo'lgani uchun o'zimizning mahsulotni Valbersga katta ob'emda olib chiqmoqchimiz. O'zbekistonda misol qilib oladigan bo'lsak, Uzun marketda ham savdo qildik, tajriba orttirdik. Kattaroq bozorni fokus qaratdim, ya'ni Rossiyani marketplace bo'lgan Valbersga e'tiborimni qaratdim. O'zimiz ishlab chiqarganimiz uchun bizga katta yutuq bo'ladi, yoki o'zimiz olib chiqarganimiz uchun ham Valbersda katta yutuqqa erishamiz. Boburdagi haqiqiy raqamlar qanaqa? Aylanma qancha? Xarajat qancha? Marja qanaqa? Nimani rivojlantirayotganimizni bilishimiz kerak-ku axir. Hozirgi kunda ichki bozorga o'zimizning mahsulotlarni ishlab chiqaryapmiz. Mana shu mahsulot tan narxi 55 ming so'mga tushsa, misol uchun buni Optimga, B2B ga, ya'ni 10% dan 15% gacha narx qo'yamiz va o'sha do'konlarga tarqatamiz. Undan tashqari, ya'ni donaga ham savdo qilamiz, 25%, 30%, ya'ni bitta mahsulotga. Undan tashqari hozirgi kunda yana Rossiyaga, Valbers uchun marketplace-ga bu mahsulotimizni chiqarmoqdamiz. Endi boshlandi bu. Ya'ni 100% paxta mahsulotidan bo'lgan mahsulot. Ya'ni Rossiyada bu mahsulotga talab kuchli bo'lgani uchun aynan shu mahsulotni Valbersga ishlab chiqarishni boshladik savdo. Сколько у тебя сейчас есть работников и какой у тебя сейчас расход? Hozirgi kunda 3 ta xodim, undan tashqari bitta uyda ishlaydi. 4 ta xodim, общий umumiy 4 ta tikuvchi bor. Bitta dona tikuvchi bir kunda 20 ta komplekt pastельный belo chiqaradi. Ya'ni kunlik 60 tadan 80 tagacha. Bu sohada necha yildan beri ishlaysan? Umumiy o'zi 5 yil bo'ldi, lekin bu yerda ochganim, imенно shu sexni ochganimga 1 yildan oshdi, 1,5 yil ketyapti. Shu paytgacha eng yomon zarbani qayerdan olgansan? Hozir ya'ni sal shunaqa holat bo'lyapti, sababiki shu moliyaviy taraflama tizimlashtirmaganim uchun hamma operatsionkada o'zim bo'lib qolib, ya'ni yuksalishga bor e'tiborim qaratmay qolganim uchun, operatsionkalarda o'zim qolib ketganim uchun sal muammolar bo'ldi. Asosiy
moliyaviy tomonlama boshqaruvda ozgina qiynaldim o'zim. Biznes yaxshi, rivojlanishi kerak, lekin u mass marketda ishlaydi. Unda aynan o'sha o'rta daraja, raqobat juda kuchli bo'lgan va ajralib turish qiyin bo'lgan qatlam. Ha, men bunday turdagi biznesni oyoqqa turg'azish juda qiyin deb hisoblayman. Brendingning nomi bormi? Husnora Xomi. Oyim Mashallah, Husnora, da. Husnora Xomi. Bilasizmi, uni brendi qanday nomlanadi? Bu brend kimning sharafiga qo'yilgan? Onasining nomiga. Da, Ha, ona. Bu ona. Bilasizmi, ushbu brend onani nomini tashiydi. Oyingning sharafiga qo'yilibdi-da. Ona, bilasanmi nima u? G'oyang tayyor ekan-ku. Men senga hozir g'oya beraman. Bu g'oya doim yoningda bo'lgan, lekin ishlatmagansan. Odamlarga ko'rsat. Kerak bo'lsa ijtimoiy tarmoqlar orqali brending qilamiz. Husnora, bu ona. Ona hamma uchun kim, bilasanmi? Ona xotirjamlik va xavfsizlik maskanidir. Eng yaqin inson. Mana bu choyshab o'sha onani oldidagi xotirjamlik, yengillik va orom hissini beradi. Uni oldiga kelsang bas, dam olib, yengil tortasan. Gaplarimni tushunyapsan-ku, ha? Mana o'sha inson. Bu brend kimning sharafiga nomlangan bo'lsa, o'sha. Mana shu brendga iliqlik va yoqimli energetika beradigan inson. Men o'z fabrikamda otam bilan birga ishlayman, dadam bilan ishlayman. Oilaviy biznes bu yaxshi biznes. Uni rivojlantirish kerak. Oyim 30 yillik tikuvchilar, oyimning maqsadlari o'z tekstil ochish bo'lgan, maqsadlariga yeta olmaganlar uchun uni ko'rib, o'zimni ham shu sohaga qiziqish bo'lgan yoshligimda, oyim tikayotganlarida kichkina bolaligimdan hatto ularga yordam berishni boshlaganman. Maqsadim, oyim maqsadlari o'sha tekstil ochish bo'lgan. Ular erisha olmagani uchun men oldimga maqsad qo'yganman, katta tekstil ochaman, oyimning nomlarini qo'yaman. Yoshligimdan shu maqsad bo'lgan. Inshaalloh bunga etama-eta bosishni Inshaalloh, inshaalloh. Uylanganmisan? Yo'q. 25 yosh. Men 26 da uylanganman. Shuna qilamiz. Tezroq biznesingni qur. 26 da uylanasan. Keyin nabira kerak, nabiralar kerak. Bo'ptimi? Uylan. Keyin shug'ullan. Mana u nima? Yosh bo'lib turib-a? Shug'ullan. Qon aylanishi yaxshi bo'lishi kerak. Biznesga bu yoqadi. Tushunyapsanmi? O'zingga qarashing kerak. O'zingni ko'proq yaxshi ko'rishing kerak. Shug'ullan, qon aylanishi yaxshi bo'lsin. Shunda o'ylaysan, faol bo'lasan, chayir bo'lasan. Tushunyapsanmi? Bo'ptimi? Xo'sh, biznes rejadan tashqari 2 kilogramm ozasan ham. Yo, oying zo'r ovqat beryaptimi, ha? Siz aybdormisiz, ha? Men chiqish yo'lini shunda ko'ryapmanki, yanada premium matolar, yanada premium tovarlar tayyorlash, yana o'sha gap chiroyli qadoqlash bilan uni haqiqiy brendga aylantirish kerak. Bozordagi raqobat doim shafqatsiz bo'ladi. Agar kimdir narxini $1 arzon qilsa, hamma o'shani oldiga qochadi. Agar sen brend va nom yaratsang, kimdir arzon beradimi? Narxni mijozga ta'siri deyarli qolmaydi. Senga o'sha 500 million jamoa shakllantirish va brend yaratish hamda kelajakda siz uchun xizmat qiladigan sifatli matolarni joriy qilish uchun kerak. Agar hozir investorlarning yoniga borib, menda marja hozir bunaqa, mana unaqa muammolarim bor, menga investitsiya qiling desang, ular senga investitsiya qilishmaydi. Savol sizga masalan 500 million tikilsa sizga, qatlaga ishlatasiz buni va qancha oydan keyin o'sha sizga foydangiz oshadi? Masalan, xos foydangiz deylik $2000 bo'lsa, tam Anvar aka mana shu pul menga tikilsa, nechadir oydan 6 oydan keyin foydam 3000 ga, 1 yildan keyin 4000 ga chiqadi deb shunaqa kurs bera olasizmi taxminan? Hozir taxminiy hisoblar ko'rganimizda, mana shu 500 million so'm investitsiya oladigan bo'lsak, hozirgi kunda aytganingizdek B2B bilan ishlab turibmiz. Oylik obrotimiz 50 million deylik. Misol 1000 dona marja qancha? Marja B2B da 20% hisoblanadi. O'zimiz shu sababli hozir yana B2C ga o'tmoqchimiz, 40-50%. Hozir qanchadir savdo qilyapsiz, hozir aytdingiz, mana shu 500 million qo'shilganda savdoyingiz qanchaga oshadi, foydangiz qanchaga oshadi va tikilgan pulni necha oyda qaytib olasiz? Tayyor mahsulot 150 million tikilsa, sof foyda 30%. Birinchi oy o'zida, ya'ni 1000 dona pastelni belgi sotish imkoni bor. Uni ya'ni marketplace tizimi orqali. Ya'ni 30% sof foyda 40 million. Ya'ni bitta yo'nalishimizda o'zidan 40 million foyda olsa bo'ladi. Shunda bitta yo'nalishingiz o'zi bilan 12 oy, ya'ni 1 yilda pulni qaytib olasiz. 1 yil bitta yo'nalish o'zidan 1 yil orqali qaytadi. Lekin u yerda
yana o'sha summani o'zini ko'paytirib o'ziga tikilaversa, u yerda savdo hajmini oshirish imkoni bor. Har oy 1000 donadan emasda, keyingi oydan o'sha 2000-3000 donaga, chunki bozor juda ham katta. Senga to'qimachilik biznesida shug'ullanadigan odam sifatida bir sirni aytaman. Ba'zida material qidirganda shunday material topish mumkinki, u hatto bunisidan ham arzonroq bo'ladi, lekin tekkanda yoqimli bo'ladi. Sifatsiz emas. Bunday tovarlarda ko'proq pul ishlab topsa bo'ladi. Kelishdikmi? Ba'zida boshqalar kirmaydigan joylarga kirib ko'r. Boshqalar qidirmaydigan joylarni qidir. Meni tajribamga ishon. Russo? Kabo vыбираешь? Har kimni o'ziga xos yaxshi tomoni bor. Har biringizning kelajagingiz bor. Plyus-minuslar ham borligi tushunarli. Masalan, siz aytganimizdek brend ustida ishlashingiz va mahsulotingiz bilan o'rta darajaga chiqishingiz kerak. Men bu borada sizga yordam berishga tayyorman. Siz bizni faylasufimiz, ustozimiz, ezgulik va muhabbat tarafdori bo'lgan insonimizsiz. Siz bilan har doim yonma-yon bo'laman. Biznes uchun emas, balki siz menga yoqqaningiz uchun. Hech bo'lmaganda doim yoningizda bo'laman. Siz esa yosh, yaxshi ma'noda aytganda agressiv qizsiz. Bu meniki bo'ladi va yana bo'ladi deya olasiz. Bo'ladimi, yo'qmi degan savol berib o'tirmaysiz. Sizni ham doim qo'llab-quvvatlayman va har doim aloqada bo'laman. Sizni kelajagingiz bor va u xuddi siz aytgandek bo'ladi. Siz esa eng yoshsiz. Siz 19 yoshingizda 3 yil avval boshlagan narsani men 26 yoshimda boshlaganman. Siz allaqachon ko'p ish qildingiz, lekin yanada ko'prog'ini qila olasiz va buni uddalaysiz. Chunki bunday muhabbat, bunday zavq va bu orzu bilan sizda hamma narsadan ko'ra ko'proq orzu va umid bor. Lekin afsuski, men bitta ishtirokchini tanlashim kerak. Buni o'zim xohlaganim uchun emas, loyiha shunday va men investorga faqat bir kishini taqdim eta olaman. Bu o'sha 500 millionni yuta olishga maksimal darajada qodir bo'lgan inson bo'ladi. Umid qilamanki, hech biringiz xafa bo'lmaysiz. O'ylaymanki, erkaklarimiz tushunib bo'lishdi. Ha, bu qizlardan biri bo'ladi. Ha, men buni tushundim. Men tushunayotganingizdan va ayollarni hurmat qilayotganingizdan xursandman. Kimni tanlaymiz, Russo? Biznesni rivojlantirish banki tadbirkorlar uchun 12 oygacha bepul xizmat taklif etadi.